Salom hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz streptokoklar guruhidan Streptococcus pyogenes haqida. Demak, mana bu jadvaldan qarasak, gram musbat bakteriyalarni biz katalaza fermentiga ko'ra ikki guruhga ajratgandik. Agar katalaza manfiy bo'lsa, bular streptokoklarida uzun zanjir hosil qilib joylashardi. Endi bu zanjir hosil qiluvchi streptokoklarni qonni gemoliz qilish xususiyatiga ko'ra 3 guruhga bo'lgandik. Ular alfa gemolitik, beta gemolitik va gamma gemolitik bakteriyalar edi. Mana shu bugun gaplashadiganimiz beta gemolitik bo'lgan bakteriyalardan Streptococcus pyogenes hisoblanadi. Bu aynan bazitrotsin antibiotigi va mana shu periledanil amilodaza testiga ko'ra musbat, ya'ni bazitrotsinga sensitiv bo'lgan bakteriya hisoblanadi. Demak, bu sketchimizda streptokoklar guruhiga mansub bo'lgan Streptococcus pyogenes bakteriyasi tasvirlangan. Uning birinchi belgisiga o'tadigan bo'lsam, demak mana bu ayol. Bu ayolning kiyimiga e'tibor bersak, binafsha rangda turibdi. Bu bizda bakteriyaning gram musbat ekanligini bildiradi. Ikkinchisi esa mana bu chiroq yoritgich. O'rta qismiga qarasak, beta harfi tushirilgan. Bu bizda bakteriyaning beta gemolitik ekanligini bildiradi. Endi uchinchisi mana bu shisha qobiq bilan o'ralgan shirinlik. Demak, bu qobiq bizda bakteriyaning kapsulali bakteriya ekanligini bildiradi va kapsulasining ham o'ziga xos xususiyati, u gialuronik kislotadan tashkil topgan. Endi mana bu ayolning qo'liga e'tibor bersak, u kuchukcha ushlab olgan. Mana shu kuchukcha bu Basset Hound turiga mansub bo'lgan mashhur kuchukcha hisoblanadi. Demak, bu bizda bazitrotsin antibiotikiga sensitiv ekanligini bildiradi. Ya'ni bazitrotsinga ta'sirchan ekanligini bildiradi. Demak, bakteriya keltirib chiqaruvchi infeksiyalar haqida gaplashamiz. Ulardan birinchisi mana bu qo'lida asalli tort ushlab olgan odam. Demak, bu bizda mana shu bakteriya tomonidan keltirib chiqariluvchi impetigo kasalligini bildiradi. Demak, mana bu rasmda ko'radigan bo'lsak, xuddi asal qurib yopishib qolgandek bo'lgan streptokoklar eksudatini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu terini yuzaki qavatlarni zararlaydi. Mana shu impetigoning xarakterli belgisi hisoblanadi. Endi mana shu odamning qo'liga e'tibor bersak, qo'lida qizil qo'lqop turibdi. Demak, bu bizda bakteriyamizning terida turli xil sellulit yoki erysipelas nomli infeksiyalarga sabab bo'lishini bildiradi. Demak, bu rasmga qarasak, terida qizarish borligini, shish borligini ko'rishimiz mumkin. Bu bizda sellulit kasalligini bildiradi. Lekin aniq chegarasini ajratib ko'rsata olmaymiz. Sababi bu terini chuqurroq qavatlarini zararlagani uchun aynan pyogenes chegarasi aniq bo'lmagan, lekin qizarish va shish bo'lgan teri infeksiyasi hisoblanadi. Demak, bu sellulitni bildiradi. Keyingi teri infeksiyasi bu erysipelas yoki saramis hisoblanadi. Bu bizda mana shu sellulitdan farqli ravishda mana bu qizarish joylari, chekkalari aniq ko'rsatib bera olamiz ham bunda. Bu aynan dermaning yuzaki qavatlarini zararlagani uchun terining aniq chegarasi ko'rinadi. Demak, bu erysipelasni bildiradi. Agar aniq chegarasiz bo'lsa, u sellulit, agar aniq chegarali bo'lsa, bu erysipelas yoki saramis hisoblanadi. Demak, bu odamning qo'lidagi qizil qo'lqoplar aynan teri infeksiyasi bo'lgan sellulit aniq chegarasiz va erysipelas aniq chegarali bo'lgan teri infeksiyalarni bildirar ekani. Endi orqasidagi mana bog'ichlar, bo'yniga qilingan bog'ich, bu streptokokli faringitni bildirar ekan. Endi pastdagi mana bu odamga qaraymiz, qulupnay yeyotgan odam. Demak, bu bizda mana shu bakteriya tomonidan keltirib chiqariladigan toksik infeksiya scarlet feverni bildiradi. Bu 3 ta simptom kompleksi bilan birga kechadi. Butun tanaga tarqaluvchi toshma bo'ladi. Faqatgina og'iz atrofida toshma bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana bu pastdagi odamcha shakldagi pechenyega qarasak, uni hamma yog'i qizil, faqatgina bosh qismi, aynan yuz qismi atrofidagi, ya'ni og'iz atrofidagi bo'yalmagan qizil bo'yoq bilan qismi. Demak, biz buni tushunishimiz kerak. Aynan mana shu butun tanaga tarqaluvchi toshma aynan og'iz atrofiga toshmasligini bildiradi. Endi keyingisi mana bu qulupnay yeyapti.
Bu bizda qulupnay tilni bildiradi, ya'ni qulupnaysimon til. Ikkinchi belgisi va uchinchisi ham streptokokli faringit bilan birga kelishini bildiradi. Mana shu scarlet fever kasalligini. Demak, mana bu rasmda scarlet fever ko'rsatilgan. Demak, bunda butun tanaga tarqaluvchi toshma bo'ladi, faqatgina og'iz atrofida bo'lmaydi. Shuning uchun bu circumlar pallor deydigan. Endi qulupnaysimon til bo'ladi. Sketchini eslasak, demak, qulupnay yotganda qulupnaysimon til va streptokokli faringit ham bo'ladi. Demak, bular mana shu scarlet fever toksik kasalligining belgilari hisoblanadi. Endi mana shu odamni qo'lidagi bayroqqa qarasak, unda super chaqmoq belgisi turibdi. Bu bizda super antigenlar tufayli kelib chiqadigan toksik shock like sindromni bildiradi. Xuddi belgilari bu Staphylococcus aureus bakteriyasida gaplashganimiz kabi bir xil bo'ladi. Demak, bunda biz gaplashgandik, super antigenlar yordamida kelib chiqardi. Mana shu super antigenlar T hujayra retseptorlarni to'g'ridan to'g'ri emas, balki yon tomondan birikib, ularni juda ham aktivlashtirib yuborishi natijasida sitokinlar bo'roni amalga oshirardi. Mana shu sitokinlar ko'p ajralib chiqishi natijasida ular keyinchalik organlarni zararlab qo'yishi mumkin edi. Demak, belgilari isitma, diareya, toshma, shok, jigar zararlanishi tufayli AST, ALT fermentlari bilirubin miqdori ortishi bilan kuzatilardi. Demak, bu toxic shock like sindrom faqatgina mana shu teridagi infeksiyadan keyin sodir bo'lar ekan. Endi mana shu joyda yana bitta belgi qolib ketibdi. Bu mana bu pastda turgan oyog'i maydalanib ketgan pechenye. Demak, bu bizda yana bir teri infeksiyasi bo'lgan necrotizing fascitsni bildiradi. Demak, yana bir teri infeksiyalaridan biri xavfli bo'lgan necrotizing fascits hisoblanadi. Bunda terining birmuncha chuqurroq qavatlari, mushaklar, fassiyalar nekrozlanadi. Demak, bemor bunda juda ham kuchli og'riq sezadi. Agar mana shu nekroz nerv to'qimalarini ham zararlab qo'yadigan bo'lsa, nekrozlanish shu nerv to'qimalarigacha yetib boradigan bo'lsa, bemorda og'riq sezish yo'qoladi va bu yomon belgi hisoblanadi, chunki nerv to'qimalarini ham zararlab qo'yganligini bildiradi. Demak, bu oxir oqibat mana shu qo'l-oyoqlarni jarrohlik yo'li bilan kesib olib tashlashgacha yakunlanishi mumkin. Endi rasmning yuqori qismida joylashgan mana bu M harfi tushirilgan bosh kiyimli odamga qaraymiz. Demak, bu Streptococcus pyogenesning M proteinlariga ega ekanligini bildiradi. M proteinlarning vazifasi birinchisi xuddi kapsula kabi antifagositotik, ya'ni mana shu neytrofillar, makrofaglar tomonidan fagositoz qilinishidan bakteriyani himoya qilib oladi. Endi mana shu M proteinlarning yana vazifasi mavjud. Ulardan demak mimikriya. Demak, bular bakteriya yuzasida joylashgan bo'ladi-da, inson organizmidagi proteinlarga juda ham o'xshash bo'ladi. Masalan, yurakda joylashgan miozin, tropomiyozin va bo'g'imlarda joylashgan proteinlarga juda ham o'xshash bo'ladi. Mana shu o'xshash bo'lgani uchun buni immun sistemamiz tanib ola olmaydi-da, adashtirib o'zini to'qimasini ham zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham bu autoimmun kasalliklarga, misol uchun revmatik feverga, revmatik isitmaga sabab bo'ladi. Aynan bu mana shu o'tkazilgan tomoqdagi infeksiya tufayli mana shu bo'yniga qarasak, qizil bo'yinbog' turibdi. Bu mana shu o'tkazilgan tomoqdagi faringitdan keyin revmatik isitma keltirib chiqarganligini bildiradi. Sababi mana shu M proteinlar ularni bog'lab zararsizlantira olmaydi-da. Demak, immunoglobulinlar borib yurakni ham oqsillarga birikishi natijasida ularni zararlaydi va autoimmun kasallik bo'lgan revmatik isitmaga olib keladi. Demak, mana shu revmatik fever kasalligimizni 5 ta harfdan iborat bo'lgan Jones mnemonikasi mavjud. Demak, ulardan birinchisi J, bu joints, ya'ni artrit, bo'g'imlar zararlanishini bildiradi. Ikkinchisi O shakli, bu aynan yurakka eslaymiz. Bu heart, demak yurakdagi yurak zararlanishini bildiradi. Mana shu miozin oqsillari o'xshash bo'lgani uchun aynan M proteinlar demak yurakka zararladi. Endi uchinchisi bu nodules, demak teri osti tugunchalar va to'rtinchisi E, bu eritema marginatum toshmalarni bildiradi va C isi Sydenham xoreyasini bildiradi.
Sidian hamxorayasi, demak barmoqdagi ixtiyorsiz harakatlar. Mana shu harakatlar paydo bo'ladi. Qayta-qayta takrorlanuvchi ixtiyorsiz harakatlarni bildiradi. Demak, reumatic fever tomoqdagi faringitdan keyin, tomoqdagi infeksiyadan keyin kelib chiqar ekan, aynan M proteinlar tufayli va bunda jonusdan iborat bo'lgan pnevmonika mavjud ekan. Endi rasmning orqa qismiga qarasak, sariq lampa turibdi va uni simiga e'tibor bersak, mana shunaqa simi chigal hosil qilgan. Bu bizda glomerulus, ya'ni mana shu Streptococcus pyogenes tomonidan keltirib chiqariladigan post-streptokokli glomerulonefritni bildiradi. Autoimmun kasallik. Demak, bu kasalligimiz sodir bo'lishi asosan mana shu streptokoklar faringitdan yoki teri infeksiyasi bo'lgan impetigodan keyin sodir bo'lishi mumkin. Glomerulonefrit kelib chiqishi sababi, demak, streptokoklar organizmga tushganda, keyin ular tushib bo'lgandan keyin immun komplekslar hosil qiladida va mana shu immun komplekslar immunoglobulinlardan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu immun komplekslar qon bilan borib, eng ko'p qon aylanish a'zolaridan biri bo'lgan buyraklar to'qimalariga o'tirib olishi natijasida o'sha joyda mahalliy yallig'lanish keltirib chiqaradi va baryerni buzishi natijasida bilamiz, mana shu buyraklarda birlamchi filtratsiya amalga oshadi. Mana shu birlamchi filtratsiya tarkibidagi eritrotsitlar, proteinlarni o'tib ketishiga sabab bo'ladi siydikka va natijada biz gematuriya, proteinuriya va to'qimalarda shish, ya'ni edemalarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu buyrak funksiyasi zararlanishi tufayli gipertenziyaga sabab bo'lishi mumkin. Aynan mana shu post-streptokokli glomerulonefrit, ya'ni o'tkazilgan infeksiyadan keyin 2-3 hafta o'tib sodir bo'ladi. Mana shu post-streptokokli glomerulonefrit. Demak, bu autoimmun kasallik ekani. Endi bakteriyamizning bir nechta virulent faktorlari haqida gaplashib o'tamiz. Ulardan birinchisi mana bu rasmning pastki qismida stol ustida turgan yumaloq va suyuqlik qismi, qizil qismi oqib chiqqan shirinliklar. Demak, bular bizda streptolizin O degan virulent faktorni bildiradi. Demak, O shakliga o'xshash pishiriqlar turibdi va ichidagi suyuqlik oqib lizis bo'lib chiqqan. Demak, shuning uchun streptolizin O. Demak, bular bizda mana shu bakteriyaning beta gemolitik ekanligi va qizil qon hujayralarini parchalanishini bildiradi. Endi bular maxsus manaqa qisqichlar yordamida ushlab turibdi. Bu esa bizda antistreptolizin O, mana bu xuddi antibodiyalarga o'xshagan vosita yordamida ushlalyapti. Bu demak bizda ASO antibodiyalarni bildirar ekan. Biz mana shu yaqinda o'tkazilgan streptokok infeksiyasi haqida o'ylashimiz kerak. Mana shu ASO antibodiyalar yordamida bilib olsak bo'ladi. Endi keyingisi bu streptokinaza. Mana bu o'rta qismda joylashgan P harflari tushirilgan shirinliklarni ko'rsak, streptokinaza haqida o'ylashimiz kerak. Demak, bular kinaza enzimlari doimo moddalarga fosfat guruhlarini qo'shardi. Shuning uchun ham bu pishiriqlar ustiga P belgisi qo'yilgan va bu fosfat guruhini qo'shadigan streptokinaza virulent faktorini eslab qolishimizga yordam beradi. Demak, bular plazminogenni plazminga aylantirib, keyinchalik fibrinni parchalab, trombni eritardi. Endi uchinchisi, mana oxirgisi, xuddi DNK shakliga o'xshash joylashgan, bir-biriga qarab joylashgan shirinliklar. Ular bizga DNK'ga ega ekanligini bildiradi bakteriyaning, ya'ni DNKni parchalovchi fermentga ega ekanligini bildiradi. Demak, bu virulent faktorlar edi. Endi oxirgi qismi mana bu yerda qolib ketdi. M harfi tushirilgan odamdagi qo'lidagi qalam. Bu bakteriyaning penitsilin yordamida davolanishini bildiradi. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shu Streptococcus pyogenes haqida edi. E'tiboringiz uchun rahmat.